Farzandimiz bilan birinchi marta sayohatga chiqdik va juda ham afsuslandik. Nimaga afsuslanganimizni esa video oxirida bilib olishingiz mumkin. Va siz ham qiynalmasligingiz uchun bizga kerak bo'lgan top 3 ta narsani aytaman. Uchinchisi eng keraklisi bo'ldi. Birinchisi albatta bu aptechka. Bolaning vitaminlari, dorilari va isitma tushiruvchi. Vitamin D ni ham unutmagan holda. Bola samolyotda zerikmasligi uchun unga kitob va o'yinchoqlari juda ham kerak ekan. 2-3 ta o'yinchoq oldim, lekin kitoblar ham juda ham kerak ekan. Va eng asosiy kerakli bo'lgan narsa bu albatta kolyaska. Mustafoni o'zini kolyaskasi bor edi, lekin internetdan shunaqa kolyaska ko'rib qoldim va O'zbekistonda topish qiyin bo'lsa kerak deb o'yladim. Ishonasizlarmi, niyatim xolis ekan. Ketishimizdan bir kun oldin Kiddi.uz kanalida xuddi shunaqa dron kolyaskani ko'rib qoldim va shahardan uzoqroqda yashashimizga qaramasdan bir kun ichida dostavka qilib berishdi. Bu kolyaska bizani ancha-muncha qiyinchiliklardan xalos qildi desam adashmagan bo'laman. Dron kolyaska o'zining funksiyalari bilan, yengilligi bilan va ixchamligi bilan menga juda ham yoqdi. Ayol kishi bemalol ko'tara oladi. Xolislik chemodanga o'xshab sudrab yursanglar bo'ladi. Xullas, afsuslangan narsamiz esa bu bolamiz hali kichkina edi. Sayohatga bola bilan ertaroq chiqmaganimizda deydi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, oilaviy sayohat qilishni keyinga qoldirmang.